Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylarida qarindoshlarim, hammalarninki mushu vaqti ve bunun keyingi vaqti xayrlik bo'lsin. Men Abdulaziz Beshto'g'roq Istanbuldan sizlarga Allohninki jannat salomi bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salom bilan bugungi dersimizni boshlaymiz qadirli qarindoshlar. Bugünkü dersimiz İmamlar ve Sultanlar'ın 3. Facebook Kur'an 3. halkımız. Bunun da asasen hilafet ve saltanat. Saltanatın tarihi ark görünüşü, nübüvvet ve saltanat diyen mezmununu birlikte ürünümüz. Nübüvvet ve saltanat. Ebu Fazıl, Cihanının saltanati ne kadar çoğuyup ketken ha? Vay senin halınga. O saltanat emas nübüvvet. Bu diyalog netçimin kişinin bu diyalog nerede çıkırken İbn Hişam Tabakat diyen eserde çıkırken İbn Hişam Es-Siretul Nebeviyye diyen bölümde. Bu diyalog netçimin kişilik İslam koşununun Mekke çekirisinin şehirge kirişini küzütüp atkan İki kişi oturusida bolgan bulup bu adli bir diyalog emas idi. Bu farklı iki dünya qarashning o'xshash bir voqeaga o'xshash bir vaqtda bergan bahasının misali idi. Boshqacha qilib aytganda, ega bo'lgan kuch bilan 20 necha yillik kurashning natijasida Makkadan iborat tunji va eng oxirgi qal'asini qo'lidan birib qo'ygan kuch orasidagi siyosat falsafasining o'xshashmasligining dalili idi. Gerçi bu iki şahıs o'xshash bir hodisani kuzatgan bo'lsa-mu, ammo ko'rganlarini bir-biriga butunlay zid bo'lgan farqli ko'z qarash bilan ifodalab o'tdi. Ya'ni nübüvvet ve saltanat. Makkaga vakillik qilguvchi tushuncha voqelikni dunyoviy kuch nuqtasidan bog'lagan edi. O bir-biriga jon dushman, o'ziga xos qimmat qarashga ega buncha qabillarni bir e'tiqod, ya'ni tavhid, bir lider, ya'ni rasul, bir shuar, ya'ni Allohu akbar atrofida birlashtirgan omil. Faqat zo'ravonlik va dunyoviy kuchga tayangan saltanat bo'lsa kerak deb qaragan edi. Madinaga vakillik qilguvchi mantiqiningcha mushundoq bir vayron qilguvchi kuch-quvvat bilan yillarca özünü ve dinge qarg'ulachi cahillik bilan qarshi chiqqan insonlarning ilkidagi eng cho'ng qarorgohini fath qilgan bir qo'shin qo'mondonining sultonlar va podshohlarga loyiq tantana va iftixor bilan emas, aksicha hamdu sana va shukr qilish majburiyati bo'lgan Rabbining ne'mati oldida egilgan holda beshi tugisining lo'kisiga tegib qolgudek darajada kamtarlik ve tuproq kabi kichik fe'llik bilan kishilarning oldidan o'tib saltanat emas nübüvvet ekanligini namoyon qilayotgan edi. Har ast asri saodatdagi kurash gerçi birisi batil bo'lgan bo'lsa-mu, ikki farqli e'tiqod o'rtasida kurashmaydi. Müminler bilan mushriklar orasidagi tarixiy kurashni bir e'tiqod kurashi deb qaraya olamdik. Bu savollarga to'g'ri javob topishimiz uchun bir qancha voqealarni qaytadan eslab o'tishimizga to'g'ri keladi. Abu Lahab Rasulullohdan so'radi: "Men iymon etsam, menga nima bor? Barliq mu'minlarga nima bo'lsa, sanga shu bor" deb javob berdi Rasululloh. Abu Lahab: "Meni boshqalar bilan o'xshash ko'rgan din bo'lmay ketsin" dedi. Qurtubi tafsir den atgan buni. Mushrik Makka jamiyatining kattalaridan bo'lgan Abu Lahabning qayg'usi yuqorida ko'rilgandek shirk aqidasini qo'g'dash emas edi. Adil islom qonuni oldida imtiyozga ega bo'lib olish uchun ko'p kunduzda ilm setim qilgandek bozorlik qilib o'tadi. Uluhiyat va rububiyatga kuchining baricha qarshi chiqishning asosli sabablari bu edi. Bildiki Rabb bir, iloh bir bo'lsa, barliq imtiyozlaridan quruq qolatdi. Ularning buncha tirkishib ketishimi bu sababdan edi.
Hammani bilgich Allohdir. Ammo bu imtiyoz qabul qilingan bo'lsa, Rasulullohning da'vatiga qarshi turayotganlarning nurg'unlari da'vatni qabul qilishi mumkin edi. Mushriklarning kattavishi Abu Jahilmo mushuning o'xshabroq ketadigan bir tushunchaga ega edi. Bir kuni Hazrati Ali bilan uchrashib qolganda, tag'amning o'g'li rost gap qilyotidi degan va ikki qabila orasidagi raqobatni uzun tilga olgandan keyin mana endi Hisham o'g'illari bir rasul chiqaribdi. Biz endi rasulni qayerdan topamiz degan edi. Abu Lahabning dardi imtiyoz, Abu Jahlning dardi bo'lsa asabiyat, qabila ustunligi edi. Yuqoridagi bayonda ma'lum bo'lgandek, ularning yanala dinni himoya qilish dardi yo'q edi. Mushriklarning e'tiqodni qo'g'dash maqsadi bilan harakat qilmaganligi ma'lum. Faqatla jamiyatdagi ijtimoiy o'rnida o'zgarish bo'lib, burunqi imtiyozlaridan, zulm imkoniyatidan ayrilib qolishdan, saltanatlarining og'dirilishidan, asabiyat, ya'ni qabila, jamoat ustunliklariga daz ketishidan qo'rqatdi. Buni moddalarga ayırsak, tuvandagidek 3 moddaga ayirish mumkin. Birinchi saltanat. Buningga barliq manfaat va imtiyozlari kirib ketadi. Birincisini saltanat dedik qarindoshlar. Saltanat buningga barliq manfaat va imtiyozlari kirib ketadi. İkinci asabiyat. Bu shaxsdan boshlab irqchilikqa suzilgan bir zanjir ishida keraksiz urush va to'kilgan qonlar badaliga davom qilg'uzilatdi. Üçüncü ajdodlar izidan menish, ajdodlar yo'lini ching tutish. Bu asabiyatlarining bir parchasi bo'lib, dinlashib ketgan bir tarix edi. Ular şirik aqidini tanlamadı. Biroq ajdodlari mangan yo'lga ergashdi. Ularga Allah nazil qilgan dinga ergishinglar deyilsa, yo'q. Ata bobolarimizdan qolgan yo'lni mangamiz deyishidi. Ata bobolari hech narsani tushunmagan, to'g'ri yo'lni topolmagan bo'lsa-mo, ata bobolarining yo'liga ergishamdi. Baqara 170-oyat. Ata bobolarimiz tutgan yol bizga yetidi deyishidi. Maida 104-oyat. Ular birer yomon ishlar qilgan chaqlarida ata bobomizning mushunda qilganligini ko'rgan edik. Allah bizni shunda qilishga buyurgan deydi. Allah yomonlikni buyurmaydi degin. O'zingni bilmaydigan narsalarni Allohga nisbat berib, yolg'on aytamsizlar. Arab 28-oyat. Agar ata boboları başka bir yolda bolgan bo'lsa idi, o yolda mangan bo'ladi. Ya'ni yuqorida ma'lum bo'lgandek din qo'shtirnoq ichida bu qatordan o'rin olmagan. Bir yil biz sening ilohingga sana o'xshash ibodat qilayli, bir yil sen bizning ilohimizga bizga o'xshash ibodat qil. Mayli haq yoki botil bo'lsin, e'tiqodida mustahkam turadigan va samimiy bo'lganlar sizcha mushundoq talab qo'yami? O zamanlarda hozirgidek yashash bilan ishinish orasida hang paydo bo'lmagan bo'lib, o vaqtda cho'qinish, ishinish va yashashni birlikda ifoda qiladi. Bu e'tiqodida mustahkam turadiganlar birdigan taklif emas edi. Bu taklifga javobni Rasululloh emas, Kafirun surasi bilan sizlarning dininglar o'zinglar uchun, mening dinimmo o'zim uchun degan deb Alloh bergan edi. Cahiliyet afsunakları itikadiga o kadar pervasizlik bilan muamele qiladi ki, bu teklifga bazarlık qilib, öz arzularına ega bo'lish uchun ilahlarga ibadet qilish muddatini öz aldıga nihayet az bir muddat, yılda bir ay bo'lsin ibadet qilishga tushirgan edi. Bu teklif e'tiqod qilganligini da'vo qilgan bir kishi uchun nomus edi. Bu ahvalda müşriklarning musulmonlarga qarshi qilgan urushlarini yuraklik holda batil bo'lgan taqdirdimi, e'tiqodini qo'g'dash uchun elib berilgan urush deyolmaymiz. Tarix bo'yicha müşriklar eng ko'p aqida qilgan narsa
manfaat ve saltanatları idi. Saltanatlariga birer ziyon ilib keldiganligiga ishongan har qanday bir haqiqatni mayli u ilohiy yoki bashariy manbadan kelgan bo'lsin, yer bilan yakson qilishga tirishgan edi. Bundaq ahvollarda eng rahimsizlik bilan zulm qilishdan yanmagan edi. Rasululloh odatdagi bir insondek yep-ichib, jamiyatidagi kishilardek yashash bilan faxrlanadi. Oldida titrab turgan bir badaviyga nimaga buncha titraysan deyish orqali Qaysar yoki Kisroga o'xshash saltanat egisi emas, onunga o'xshash odatdagi bir kishi ekanligini ta'kidlagan edi. Nihoyat astoydillik bilan ijro qilgan qonun, ya'ni shariatning ustunligi prinsipiga qat'iy amal qilgan edi. Men kimni haq urgan bo'lsam, mana oldinglarda turibdiman, kelib urib olsin deb haqqini talab qilgan Uqqosha raziyallohu anhuga qani haqqini elib olgan degudek darajada qonunga rioya qiladi. Buxoriy naql qilgan bir rivoyatda, agar o'g'irlik qilguvchi Muhammadning qizi Fatima bo'lgan taqdirdami, Alloh bilan qasamki, Muhammad uning qo'lini kesgan bo'ladi degan edi. Ibn Hajaz Fathul Bari degan kitobdan hadis nomeri 6788 debdi qadrli qarindoshlar. Raşid ve Murşid xalifelerinin bu kanunun üstünlüğü prinsipiga nihayet köngül bölgen. Bu noktada herkesme yol koymagan, ayrımcılık kılmagan idi. Bu örneklerinin o'xshashi tarixda İslam'dan başka bir tüzümde körülüp bakmadı ve bunundan kimi bulup bakmaydigan örnekler idi. İsmi veya ki cismi nima buluşunun qat'i nazar barcha insani sistemalarda mayli köp sallıqning iradasiga vakillik qildigan bo'lsin veya ki başka bo'lsin, qonun imtiyoz bergan bir sinf muhakkak mevcut bulup keldi. Günümüzde köp sallıqning iradasiga vakillik qildiganligini da'vo qilgan meclislerinin ve meclisler tayangan güç merkezlerinin ahvali bunun en roşan örneğidir. Demokratiyadagi qonunning ustunligi qo'shtirnoq ichida aldamchiligini Angliyada umumlashgan shu satirik so'zlar nihoyat jonliq ifodalab berdi. Hamma kishi barobardir, xonish texmo shundoq. Qonunning ustunligi nuqtasida qaysi sistemining tarixida tariximizdagi yüzü yo'ruq batlariga o'xshagan birer bat bordir. Qadrli qarindoshlar, endi xalifelik ve saltanat degan mazmunni inshaalloh ayatda birlikte o'qiydiganmiz, jinim do'stlar. Anda olsa bugungi imomlar ve sultanlar degan kitobdan o'qishimiz mushunchalik bo'ladi. 13 minut o'qibdimiz. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum ve rahmatullohi ve berekatuhu.